Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan dildan gaplashamiz inshaalloh. Hammamizga kerak bo'ladigan mavzuyimiz implant haqida gaplashamiz inshaalloh. O'zi implant nima uchun kerak insonga? Implant qo'ydirmasdan mostik qurib qo'ydirsa bo'lmaydimi? O'zi implant nima uchun qo'ydirish kerak? Albatta shunga o'xshagan savollarga bugun Xudo xolasa aniqlik bilan javob berishga harakat qilaman. O'zi implant o'zi sun'iy tish hisoblanadi. Tishi yo'q joylarga qo'yiladi o'zi. Tishi bor joylarga qo'yilmaydi, tishi yo'q joylarga qo'yiladi. Xo'p, implant qo'ymay mostik qo'ysa bo'ladimi degan savol bo'ladi. Ha, bo'ladi. Lekin mana shu orqamdagi daraxt qarang, gullab yashnab turibdi. Shunisi bilan umri uzoq xizmat qiladi inshaalloh. 100 yil, 200 yil, 2 asr, borinki 50 yil xizmat qilsin. Agar men shu daraxtni hozir tagini chopib tashlaydigan bo'lsa yoki nimadir qilib noto'g'ri qirqib tashlaydigan bo'lsam, u daraxt qurib qoladi. To'g'rimi azizlar? Xuddi shunday sog'lom tish ham xuddi shunday bo'ladi. Shu daraxtga o'xshagan bo'ladi. O'zi inson organizmi ham xuddi daraxtga o'xshagan bo'ladi. Bu ham nafas oladi, nafas chiqaradi. Sizga men birinchi beradigan tavsiyam o'sha sog'lom tishingizni sog'lomligini saqlash kerak. Ya'ni shu daraxtni yanada gullab yashnashi uchun siz sharoit qilishingiz kerak. Bu Alloh taolo bergan bizlarga in'om, sog'lom muhit, sog'lom organizm. Implant chiqishidan oldin xuddi shunaqa bo'lgan. Xuddi sizlardek hozir o'ylaydigandek, xuddi sog'lom tishlari masalan bitta yoki ikkita tishi bo'lmasa, yonidagi atrofdagi tishlarni chaqlab, unga 4 tami, 5 tami, 3 tami mostik qilib qo'yilgan. Albatta bu umrlik emas. Lekin 5 yilmi, 10 yilmi, 15 yillardan keyin o'sha tish qolmagan. Ya'ni chirib ketgan, yo'qolib ketgan. Xuddi shunday bo'lmasligi uchun bizlarga aynan implant xizmat qiladi. Implant qo'yishda o'sha yonidagi sog'lom tishlar hech qachon chaqlanmaydi. O'shuning uchun siz sog'lomligini saqlagan holatda saqlashingiz mumkin o'sha sog'lom tishlaringizni. Tak, implant tushib qolsa nima bo'ladi? Implant qo'ydirdim, xo'p, implant xizmat qilmadi, tushib qoldi. Unda nima bo'ladi degan savollar bo'ladi. Unda hech nima bo'lmaydi. Implantingiz tushib qolsin, 2 oy sabr qilasiz, qaytadan qo'ydirasiz. O'shuning uchun har bitta implantni o'ziga yarasha nima deydi, muddati bor. Turish muddati bor. Implant qachon tushishi mumkin? Implant qo'ydirdingiz, tushib qolyapti. Nimadan bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda implantni sifatlisini tanlash kerak. Ikkinchi navbatda albatta vrachni taktikasiga ham bog'liq. Yana o'sha qo'ygan joyiga vrach maksimalni ko'rib bilish kerak. Haqiqatan o'sha implant o'zi kutgan joyda joylashdimi, yo'qmi? O'shani bilish kerak. Uchinchi navbatda pasiyentga judayam 70-80% pasiyentga bog'liq bo'ladi. Ya'ni nimaga pasiyentga bog'liq bo'lishi mumkin degan savolda pasiyent ichimlik, spirtli ichimliklardan tiyilishi kerak. Zararli omillar o'ta shu. Spirtli ichimliklar. Keyin chekuvchi pasiyentlarimiz bor. Kuniga bir pachka ko'rmaydigan pasiyentlar bor. Bu judayam ta'sir qiladi implantni turmasligiga. Ya'ni sirasi tushib ketadi. Keyin qon bilan bog'liq omillar bo'ladi. Qon bilan bog'liq omillar bo'ladi. Masalan, sahrli diabet bo'lishi mumkin. Sahrni ham qo'ysa bo'ladi. Lekin uni sahrni muntazam ravishda bir xil ushlab turadigan pasiyentlarni o'ziga e'tibor qilib, o'sha sahrni oshib ketmasligini oldini olgan holatda o'shanda implant qo'ysa bo'ladi. O'shalarga juda ham e'tibor qilish kerak. Bu aytmoqchi bo'lganim 30% vrachga ham bog'liq bo'lsa, qolgan 70%, başta 80% pasiyentni o'ziga ham bog'liq bo'ladi implantni yaxshi xizmat qilish. O'sha vrach
ko'rsatmalarga amal qilgan holatda o'sha patsient implant qo'ydirsa, to'g'risi esidan ham chiqib ketadi qachon qo'ydirgani. Ya'ni o'sha yon atrofdagi sog'lom tishlarni bemalol sog'lomligini saqlasa bo'ladi. Xo'p, yana nima qolib ketdi implantlar haqida? Sizlarga kerak bo'ladigan nimadir qolib ketgan bo'lsa, albatta buni kommentariyaga yozib qoldiring. Men xudo xolasa vaqtimiz bo'lishi bilan o'shani ko'rib, albatta u uchun ham bir video qilishga harakat qilaman. Hozir vatanimizdan ancha uzoqroqdamiz. O'shanga ish yuzasidan istakka bo'lganligi uchun o'sha Xitoyning Shanxay shahriga kelganmiz. Istakani aylanib bo'lgandan keyin ozgina vaqtimiz qoldi. O'shanga vaqtdan foydalangan holatda siz azizlar uchun ozmi ko'pmi kerakli ma'lumotlarni aytishga harakat qildim. Ketkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lasiz. Yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Yanada bundan ham qiziqroq videolarni xudo xolasa chiqarishga harakat qilamiz. Sizlar bilan men Doktor Xolbek. Sog' omon bo'ling.